Assalomu alaykum, hurmatli namoyishchilar. Navbatdagi obyektimiz Yunusobodda joylashgan. Watson 20 2 sinov qilganmiz. Uchoq sistema qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Batir bilan kollektorlari. Uchoq razvodga tortilgan radiatorlarga, zaliga, joyimiz oshxona. Panelni radiator qo'yganmiz, rossiyskiy. Joyimizda kir moshinaga va moykaga to'shga chiqqan sovuq suv. Kanalizatsiyamiz. Sanitariya qismimizda moyka, dush, sovuq suv счётчиga, bu yerda suv shulkamiz. Bu joyda unitamiz bo'ladi. Albatta trap chiqarganmiz. Avariyni holat uchun. Hammasini uyga tushunarli qilib izolyatsiyada kranlarni yaxshilab qo'yib berganmiz. Bizlar kuzatishda davom etadi. Hammaga rahmat.